Salom hammaga. Bugun estetik video tashlashni o'rgataman. Hamma so'ragan. Birinchi bo'lib o'zimizga kerakli bo'lgan bunaqani tanlab olamiz. Tak. Mana bu Nastishkani tandik. Davay. Hop, reklamani o'chirib tashlaymiz. Tekstga kirib yozamiz. Qanaqa edi nikim nomi? Ariella 07. Ha. Biz iPhone lo stiker bo'lmagani uchun oddiysiga ishlab turamiz. Keyin iPhonedan topamiz. Topmoqchi edim. Chanel. CapCut Pro ishlamayotganligi uchun o'shaning uchun oddiy tenada ishlata olmaymiz. Blokdan foydalanamiz. Blok. Men yosh kelinib ovoz qildim. And still. Liboy tanlab olamiz. Menga mana shu yoqadi ko'proq. Так. Masha. Всё. Xohlasanglar bittasidan o'rgatib qo'yaman. Qilishinglar mumkin. Qani crop kiramiz. Liboyni tanlab olamiz. Mana bu yoqadi menga ko'proq. Tak. Blue. Harakidan tanlaysizlar, menga mana shu yoqadi ko'proq. Mana uni pastroqqa tushiramiz. Stiker tanlaysizlar. Xohlagan stikerlarni sariq bo'lsa sariqda, o'qisam sariq ekan. Mana endi eksport qilib turamiz. Ol. Eksport. Saqlandi. Endi qaytadan CapCutga kiramiz. Videomizni topamiz. Reklamani o'chirib tashlaymiz. Effektlarga kirib effects blackout qana sharpendan tak endi to'g'rilab olamiz. Ma'nosini 0 qilamiz. Oxiridagi ham 0. 100 qilib qolgan joyiga tegmaymiz. Tichka. Shu videomiz tayyor. Oson. Eksport qilamiz. Shu videomiz tayyor bo'lguncha kutamiz va xuddi shu natijani ko'rlaring. Hammaga xayr. Yana ko'rishguncha.